Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Manzarani qarang, go'zalligini. Biz Andijon viloyat Xonobod tumaniga keldik. Mana shu yerda asfalt bosish jarayonlarini kuzatishingiz mumkin. Mana. Aka, asfaltlar xizmati necha pul bo'lyapti? Asfaltlar 60 mingdan 70 ming so'mgacha bo'lyapti xizmatlari. Qancha kvadrat bo'lsa, qanchachi ko'p bo'lsa asfaltimiz kvadrati shuncha arzonlashadi. Agar uzoqroq bo'layotganimiz 70 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Agar shu Farg'onaning o'zida bo'lsa 60 ming so'm, 65 minggacha bo'lishi mumkin. Faqat buni joyiga qarab. Joyiga qarab. Joyiga qarab zaspga tashlash mumkin, tashlamasligi mumkin. O'shaning hisobiga 1-2 ming so'm minishi mumkin. Zaspga tashlanadigan bo'lsa, bu 60 ming so'mdan bosib beramiz. Andijon, Namangan, Qo'qon, Farg'ona bo'ylab yuraveramiz. Faqat xohlagan joylarga borib, joylarni o'rganib, chiroyli qilib 10 tonna asfaltimiz 100 kvadratga yetadi aka. Agar 4 sm qilib yaygan bo'lsa, 130 kvadratga yetadi. Yaxshi. Kuzatishlarimiz asfalt jarayonlarimiz. Mana asfalt xonadonga bosib bo'lindi. Asfalt xonadonga bosib bo'lingandan keyin ko'pchilik aytishadi, sement sepish kerak, qum sepish kerak deydi. Ashunga mutaxassis sifatida nimani maslahat berasiz? To'g'ri, bir xil sement sepish kerak deydi. Sement qatib qoladi. Yomg'ir yog'ganda, qishda muzlaydi, asfalt beti, misol nima, sement muzlaydi, sement otib chiqadi. Lekin qum o'zi bilan tishlashib qoladi. U qum hech qanaqa muzlamaydi. Ziyon, demak, qum ziyoni yo'q, nabarot foydasi bor. Foydasi bor. Ko'pchilik misol sement sepish kerak deydi. U sement, menimcha bu bo'lmagan narsa, u sement sepib bo'lmaydi. Sababi u beti qatib qo'ygandan keyin sirg'anchiq bo'lib qoladi. Birinchidan, faqat qishda u namlikni tortadi sement. U qishda muzlaganda sement ko'chib chiqadi, lekin asfalt ko'chmaydi. O'shaning uchun qum sepsiz, qum o'zi bilan birikadi, qum bo'shab yana qaytaveradi o'ziga. Shunisi bor. Qum sepsiz asfalt chiroyli quriydi, ham tekis bo'ladi. Qumni o'zi vazifasi nima? Qumni vazifasi asfaltni betini nima desa bo'ladi, quruqligini zo'r ushlab berish. Ya'ni mayin teshiklari o'sha yerga to'liq qatib qoladi. Demak, o'sha asfalt bosilgandan keyin asfaltni oshiqcha bitumlari, yog'larini qum o'ziga shimib, qum o'ziga tortib oladi. Asfalt saqishlar asfalt o'zi qum sepganingizda o'zi yopishib qoladi aka. Shuning uchun asfalt mayin teshiklari qolmasa asfalt beti silliq bo'lib chiqadi aka. Buni kuzatishingiz mumkin. Rahmat. Barsami, Realmi? Real. Sizlargachi? Barsa. Aslan yaxshi-da deb biz ash ishimizga qiynalib o'tirasa zo'r bo'ladi. Voy.